Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining shaffof faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlari realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi joriy etildi. Ushbu farmon paxta va g'aladan tashqari barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga tegishlidir. Bu islohot natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga qanday afzalliklar hamda imkoniyatlar yaratildi? Ushbu masalalarni yoritish maqsadida viloyat soliq boshqarmasining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash xizmat ko'rsatish bo'limi xodimlari Sardoba tumanida parrandachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Zahiriddin Muhammad Bobur mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasiga tashrif buyurdi. Muhtaram Prezidentimizni qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiruvchilariga qo'shilgan qiymat solig'ini nol stavka qilib belgilab berilgani biz qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarga ancha yengillik bo'ldi. 2026-yilda o'zida qo'shilgan qiymat solig'idan 1,628 million so'm pul bizim korxonamiz o'z ixtiyoriga qoldi. Bu qolgan summalar kelajakda shu ishlab chiqarishni kengaytirishdi, mahsulot olishda qiyinchilik bo'lmasliklarini, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda ancha yengillik bo'ladi deb o'ylaymiz. Shu jumladan mana yetishtirayotgan nasli tuxumimiz, mana bizning ishlab chiqarish ko'paygandan keyin eksport bo'layapti. O'zbekiston bozoridan tashqari chet elga eksport qilyapmiz. Mana bularni ham ishlab chiqarish kengaygandan keyin eksportimiz ham ko'payadi. Buning uchun biz Prezidentimizdan minnatdormiz. Prezidentimizning qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 153-son farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqoti doirasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini bajarish, shuningdek aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi sohasini qo'llab-quvvatlash orqali sohada norasmiy tovar aylanmasini qisqartirish maqsadida qabul qilingan ayni muddao bo'ldi. Buning natijasini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining shaffof faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlari realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi joriy etilganligi, ularga hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'i summasi 3 kun muddatda avtomatik qaytarib berilishini ko'zda tutgan bo'lib, joylarda ijrosi ta'minlanmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, ya'ni aholining kunlik iste'molidagi asosiy mahsulotlardan biri hisoblangan tuxum mahsuloti yetishtiruvchi Zahiriddin Muhammad Bobur mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi ko'rsatkichlariga qaraydigan bo'lsak, 2026-yilning o'tgan davrida tuxum yetishtirish bo'yicha 11 milliard 628 million so'mlik tovar aylanmasini amalga oshirgan va shundan 2 milliard 500 million so'mi ichki bozorga sotilgan. 7 milliard 500 million so'mi eksportga yo'naltirilgan holda 2026-yil 1-yanvardan qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi qo'llanilishi natijasida, ya'ni soliq imtiyozi asosida 1 milliard 628 million so'mi korxona ixtiyorida qolgan. Qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi joriy etilganligi, ya'ni budjetga to'lanadigan soliqlar o'z ixtiyorida qoldirilishi albatta tadbirkorlik subyektining o'z faoliyatini kengaytirishga, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshishiga olib kelgan. Ikkinchi tomondan ishchi xizmatchilarning oylik maoshlarini ko'paytirishga xizmat qilib, aholiga arzon va sifatli mahsulot yetishtirishini rag'batlantiradi. Albatta qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyozlar ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmini o'sishiga, korxonaning eksport salohiyatini oshirishga, ichki bozorni sifatli va xaridorbob mahsulotlar bilan ta'minlashga, mahsulot realizatsiya hajmini soliq hisobotlarida to'liq va to'g'ri aks ettirishiga, konvert usulida ish haqini to'lamasdan xodimlarga to'langan haqiqiy ish haqini soliq hisobotlarida to'liq ko'rsatilishiga undaydi. Tadbirkorlik subyektlariga amaliy manziliy tashrif chog'ida korxona ishchilariga soliq to'la, kelajakka hissa qo'sh, soliq mahalla taraqqiyotining garovi, to'langan soliq biznes ravnaqi kabi shiorlar ilgari surilib, soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lashning ahamiyati alohida ta'kidlandi. To'langan soliq biznes ravnaqi kabi shiorlar targ'iboti olib borilib, soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lashning ahamiyati alohida ta'kidlandi. Shu bilan birga to'langan soliqlar aholi farovonligiga xizmat qilishi, jumladan maktablar, bog'chalar, ijtimoiy obyektlar qurilishi, mahalla obodonchiligi va yoshlar ta'limiga yo'naltirilishi haqida tushuntirishlar ham berildi.